Assalomu alaykum va rahmatulloh. Mana bugun 29-dekabr 2025-yil. Ko'rib turganinglar, salatlarimiz 17-dekabrda ekilgan. Ekilganiga mana 12 kun bo'lgan bo'lsa, 12 kunligi salatlarning holati. Mana 12 kunlik salatlar holati o'ziga kelib, uje mana sekin baylar chiqarish boshlagan uje. Alhamdulillah, mana yaxshi. Ko'rib turganinglar, ildizlari mana otib ancha holati yaxshilashgan mana. Mana yo'lari, narigi xonani ham xudo xolisa nima qilamiz? Hozir bu birinchi xona. Ko'rib turganinglar, shu holatda bu yerga rosa g'oni bosib bilan qilishgandi. Ikkita oldin stom sepilgan edi. Lekin anaqa bug'doy anaqasi rosa chiqibdi bu yerdan. Bizga rosa ish bo'ladigan bo'ldi. Rosa bug'doy chiqibdi. Rosa bug'doy qo'ygunni qo'ylar anaqasidan butun o'tib ketganmi bola? Hayronman, bug'doymi, arpami nimadir. Deb bu shunaqa rosa chiqibdi mana. G'ijillab bug'doy chiqib ketdi. Endi buni chop qilishimiz kerak. Sal ozgina ildizlari otib o'rnash bo'lsa, hozir mana bugun ikkinchi suvni qo'yamiz. Biroz suv ochib qo'ysak, hozir kun issiq, taxminan hozir dani momentda hozirgi vaqtda 15 gradus ob-havo tashqarida. Buni ichi hozir 20 dan baland, panelnicha, 25-26 bo'lsa kerak. Qisqasi, hozir holatda shu salatlarimiz alhamdulillah yaxshi. Mana ko'rib turganlar ildizdan otib nima qilib olgan. Hammasi joy-joyida. Endi hozir bunga bitta rosa go'n solingan joy edi. Bitta hozir bunga tarkibi prekleym elmektin bo'lgan. Prekleymimizni separamiz. Tarkibi elmektin. Prekleym sepamiz. Shu mana separsak, ya'ni bu yerda rosa go'n solingan edi. Shu qurt-qumursqalar, hasharotlar nima qiladi? Qurtlarga qarshi ishlaydi asosan. Shu ildizini kesib qo'yadigan, yeb qo'yadigan ko'k qurt, chegarang qurt mashinalarga. Hozir mana suvlarni ochib qo'ydik mana.